Demak, bizada bazis model berilgan. Xo'p. Proyekt. Mana shu proyektda hozir nestingga qanaqa o'tkazishni ko'rsataman. Bu bazisdan bizga ma'lumotlarni olib, nesting programmasida nesting sanab uchun raskroy qilishni ko'rsataman. Buning uchun bizga ikkita modul kerak bo'ladi. Bazis meveshik. Bu meveshikda modelni ochib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin bazis CPU. Hop. CPUda bizga DXL formati kerak bo'ladi. DXL formatida olamiz. Proyekt ma'lumotlarida va bu yerda nima materiallar berilgan. Raskroy uchun nima material kerak bo'lsa, o'shalarni o'ylab chiqamiz. Bloom zerkali kerak bo'lmaydi. MDF, HDF va haq qalinligiga MDFlar. Отсветка kerak emas, EGRM ayni qo'shib olamiz. Qanday sababdan hammasini tekshirib chiqamiz. Shu belgilangan materiallarni mana bu spiska turibdi. Har bitta CPU chizmalari bilan eksport qilib olamiz. Mana eksport qilishdan oldin mana buni qilgan edim. Yana bitta tozalab olaman. Mana eksport qildik. Eksport bo'ldi. Qaysidir papkaga ko'rsatib qo'yamiz, shu papkaga tushdi. Ya'ni har bitta material alohida bo'lib, o'zini shu parcha detalini eksport qilib beradi DXL formatda. Xo'p. Raskroy qilinadigan materialni yuklashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda men Woodsoft degan programmani ishlataman. Bu onlayn programma. Xo'p, bu yerda o'sha stanokda post protsessoriga qarab hamma nastroykalar chiqariladi. Qaysi nomerda qaysi pichoq turibdi, anaqa sirliniya prisatkasi bo'lsa, ular ham yozib chiqariladi. Qaysi teshiklar, qaysi pichoqda, qaysi instrumentda o'tib chiqishi yozib chiqariladi. Undan keyin mashaqqa yozib chiqamiz. Misol uchun bu zakazchi nomi zakaz raskroy qilinadigan list razmerlar. Однотонный bo'lsa buni aylantirib qo'yursa bo'ladi, ya'ni bu yerda favorit bo'lib ketaveradi. Anaqani teksturani ahamiyati yo'q bo'ladi. Teksturniy bo'lsa buni o'chirib qo'yamiz, shu qandoq berilgan bo'lsa shunday tushadi. Mana bu yoqda har xil algoritmi bor. Shulardan bittasini ko'rib chiqamiz. Hop, bu yoqqa yuklashimiz kerak bo'ladi. Faqat yuklashdan oldin to'g'ridan-to'g'ri emas, shu yuklanadigan materialni anaqaga tushib olishimiz kerak. Hop. O'zi umuman olganda hammasini bitta qilib yuklab olsa bo'lar ekan, chunki bu yerda aksariyat 16, 19, 10 bular hammasi 508 va teksturasiz holatda. Bularni har birini отдельно zip formatda qilib birma-bir yuklab chiqsa ham bo'ladi, yoki umumiy olib turib ham yuklab olsa bo'ladi. Materialga qarab o'zi joylab beradi. Hozir bu yerda formati bir xil bo'lgani uchun, teksturasi farqi bo'lmagani uchun mana shu qismini yuklab olaman. Agar istalisam ham katta formatda yuklab olaman. Bu yerda ya'ni razmeri ko'rinib tursa bo'ldi. Buni keyin bunga qarab baribir arada kesiladi. Hop. Aktivatsiya qolma, oddiy aktivatsiya zip. Xo'sh, bu chetdan qolishi listlarning razmeri ularga tegilmaydi. Manba favoriti, mana manba joylash algoritmi. Shu to'rttasidan bittasini buni ishlatib keturamiz. Qaysi biri yaxshi tushunishga qarab. Yukladim. Run desin.
internet tezligiga ham qaraydi. Internet tezligiga qarab shu aktivizatsiya vaqti sal cho'zilishi mumkin. Negadir bizda bu pastroq, shuning uchun ozgina cho'zilyapti. Hop. Bo'ldi. Joylab berdi. Bu yoqqa tushadi. Sizgacha qilib olinsa. Joylandi. Bizda bitta yana zip formatda yana bitta fayl qaytarib обратно tashlab. Buni ichiga kirsak, bu yerda hamma materiallarni отдельный har bir material uchun отдельный fayl qilib chiqqan va eng tagida PDF format bo'ladi. PDF dan biz bemalol ko'rib olsak bo'ladi, qaysi materialdan nechta ketayotganligini. Misol uchun mana bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Birinchi bu boshda spiskalarni berib chiqadi. Bu yerda mana stolishnisaga ketyapti. Stolishnica demak uloq bo'lgan ekan, uloq ketyapti. Hop, HTF tushyapti. HTF ham biz nestingni kesamiz, sababi bunaqa o'tganlar bilan berishadi ko'pchilik. Hop, 2,5 ta HTF, Kashimi va shuncha list 8 taga yaqin. MDF mana hammasi. Bu vizualni ko'rib olish uchun. Endi mana bu yerda har bitta faylning ichida G-kodlar berilgan bo'ladi. Ya'ni bu уже stanok uchun tayyor kesish programmasi. Har bitta detallar sizlarning birkasi bo'ladi. Mana bunday informatsiyalar hammasi o'sha bazasida belgilangan bo'lsa, soni, pozitsiyasi, nomi, qaysi zakaz, qaysi proyektniki mashq ko'rinishda bo'ladi. Hop. Buni mana bitta anaqaga solib ko'ramiz. Simulyatsiyaga. Simulyatsiya programma chiqargan bo'lsak, mana hozir labelni yopishtirish anaqasi ketyapti. Mana nomitdan boshlab уже kesish boshlanadi. Qurib chiqayotgan ko'radigan bo'lsak, mana hozir hamma teshiklarni urib ketyapti. Bu yerda ko'rib chiqsa bo'ladi. Qancha chuqurlikda, qaysi pichoqda, qancha chuqurlikda ko'tarib chiqishi yo'ldan chiqqanmi. Bu bizning sanoqda silinli bo'lgani uchun shu yo'lidan chiqqan teshikni pichoqlarni almashtirib o'zi urib ketaveradi. Qaysigadir 16 skazim tushyapti, qaysigadir 13. No, ba'zida qanaqa berilgan bo'lsa, xuddi o'sha teshikdan urib chiqaradi. Urgandan keyin pichoqni almashtiradi va kesishga o'tdi. Kesishdan hozir fazdan chiqyapti, mana endi kesyapti. Kesishlari ham juda ham aqlli o'ylangan. Bitta shular surilib ketishi, mayda detallarni buzilib qolishi, shu hamma narsasi oldin olingan. Mayda detallarni bizda bo'ldi 3 santimetrli detallargacha surmasdan top-toza chiqarib berdi. Yaxshi effektiv ishlagan. Bu yerda nakleykalarda ham har bitta ma'lumot berib ketiladi. Misol uchun mana bu turilgan yozuvga qarab ajratib ketsa bo'ladi. Drilling deganda shu yon teshiklari bor detallarga shunaqa tushadi. Yoki orqa tarafi drilling deganda tepa qismi bo'lyapti, qd deganda gorizontalniy drilling bo'lyapti. Yon tarafdan teshigi bor detallarga mana shunaqa belgi tushadi. Mana bu oddiy drilling bo'lib turganda bu bo'ldi. Demak, toza tayyor detal bo'lib chiqadi. Ba'zi
orqa taraflari ham bo'lishi mumkin. Mana bu detalda faqat yon teshigi bor ekan. Orqa tarafida ham teshigi bo'lganda, unda ham boshqa bu yerda yozuv chiqadi. 2 face'mi? Ikkinchi taraf degan ma'noda metka berib ketishadi. Hop, ikkinchi taraf endi faqat ручной qilish kerak bo'ladi. Отдельно bittalab yoki kichikroq bo'lsa, detal olib qo'yib qilinadi. Ikkinchi taraf qayerdan olinadigan desa, mana bu yerda mana agar har bitta list kelyapti, 0 orqa taraf, 1 old taraf bo'ladi. Hop. Ashlarni tugayga solib ko'ramiz axtamga. Bu yoqda import qilganimizda birinchi listda 0 indeksi bilan chiqyapman. Demak, bu teg taraf bo'lyapti. Mana bu 100 taraf bor. O'zi programma avtomatik o'sha 100 tarafida eng ko'p tarafni ajratib oladi. Qaysidir holga orqa tarafida ham detal bo'lsa, uni ajratib beradi. Hozir bizda mana bu detallar, mana bu detallar, ishlasam shu detallar orqa tarafi bor ekan. Mana shu ajratib olingan. Keyin vektor DXF'ni import qilib olganda ham mana bu yerda har bittasini o'zini layer bilan tushadi. Layer deganda bu o'zi boshqa qatlami. Bu obработка qilib olish uchun qulay bo'ladi. Misol uchun mana buni o'zgartib olish mumkin. Mana endi 7 chuqurligidagi past. Mana bu ichki teshik 16 chuqurligida. Mana bu FK bo'ladi, tashqi kontur 16. Keyin bilan qo'shib 13, 16 metrlarni qo'shib diametri va chuqurligi belgilanadi. Bularni har birini bu yoqdan obработка qilish qulay bo'ladi. Saytga o'ziga keladigan bo'lsak, Woodsoft mana shu yozuvni yozsanglar, shu saytga kirasizlar. Faqat bu yerda har bitta stanok uchun o'zini postprotsessori nastroykalari bo'ladi. Buni yoqdan bog'lanib, o'zi obrazец tashlab berilsa, yoqdan bog'lanib, mana shu narsalar to'g'rilab beriladi. Qaysi kimnidir ro'yerida avtomat bo'ladi, kimnikida ручной smena bo'ladi. Qaysi nimadir etiketchniy yoki drill risatkalari bor bo'lishi mumkin. O'shalarga hamma komandalarni to'g'rilab yozib chiqariladi. Levi pravi nol xatta. O'shalar bo'yicha ozgina test qilib, keyin ular chiqariladi. Kimga qiziq bo'lsa, aytsanglar, menda kontaktlar bor. Ular bera olamiz. Hop, bu programma, pulli programma, podpiskali. To'g'ridan-to'g'ri o'sha mana shu saytda o'ziga to'lov qilinadi. Oyiga $40 atrofida tushadi. 6 oylik, 1 yillik qilib sotib olinsa, 5% yoki 10% kelgan hosil bo'ladi. Lekin shu programma bilan ancha ish yaxshi o'rnatib olinsa, ancha ishlar yengillanadi.